Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Bugun men sizlarga Minecraft'dan animatsiya yasashni o'rgataman. Birinchi bizga mana bu ilova kerak bo'ladi. Skinimizni ko'zini o'chirib tashlashimiz uchun biza fayldan yuklaydigan narsamizni o'zi tayyor ko'zi bo'ladi. Hozir men buni sketch qilganman. Menda bor. O'zingizlar sketch qilib olasizlar. Men o'zini ismini yozasizlar, o'zingizlar xohlagan. Men shu ismni qo'ydim. Mana bu yerga bosasizlar. Mana shu ham chiqasizlar. Buning uchun sizlarga mana bu ilova kerak bo'ladi. Prizma uchida. Shuni ustiga bosamiz. Men hozir buni ochganman. Bu akkaunt so'ramaydi, o'zingizlar kirsanglar. Next degan yozuv chiqadi. Allambaloqlarni so'raydi. O'shani yozmasdan tagiga next bossanglar, bo'ldi o'zi akkaunt kirgizib yuboradi. Men bitta bosamiz. Mana bu yer mani faylimda bor. Agar faylni qayerdan olish kerak bo'lsa, juda ham oson yo'li bor. Men agar kommentga yozsangiz, men o'zim o'rgataman. Menga kerak menimcha mana shu. Men bitta tepasidagini bossanglar musiqasi chiqadi. O'rtasidagini bossanglar odam bilan chiqib keladi. Bizga o'rtasidagi kerak. Ana. Hozir musiqasini ham olamiz. Mana. Shuni odamning ustiga bosasizlar. Men bitta bunaqa turibdi. Shuni ustiga bosasizlar. Mana. Image faylga o'zingizlar ko'zingizlar bo'lishi kerak. Men qo'shni bosasizlar. O'zingizlarning ko'zingizlar bo'lmasa, o'ynanglarda shu ko'z yo'q, yopib tashlamaslik kerak. Ayrimlarda ko'zli chiqadi, ayrimlarda yo'q. Men hozir ko'zsizini bosib qo'yibman. Shunga menda ko'z chiqadi. Endi ko'zli skinimni qo'yaman. Mana, o'zi boshida xira chiqadi. Mana imam bunda to'g'rilanadi. Chiqasizlar, chiqib ketasizlar. Mana. Yana hozirgi fayllarni ustiga bosasizlar. Mana. Skininglar to'g'ri bo'ldi. Ayrimlarda musiqa o'chib ketishi mumkin. Menda kuchsiz telefon, shuning uchun o'chib ketib qolibdi. Nechun to'g'rilaymiz. Agar men kimdandir video o'g'irladi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, yo'q, men o'zim yasayman. Buni 2 martadan qilinadi. Shuning uchun kapkuchda montaj qilayotgan yerda o'sha qotib qolgan joyini kesib tashlaysizlar bo'ladi. Men bitta chiqqasizlar. Mana buni bosasizlar. Mana bu yerga bosasizlar. Qani sketch bo'ladi. Ungacha ham kutamiz. Obunachilar, bitta iltimos bor. Meni shu ikkita do'stimga obuna bo'lib qo'yinglar. Kitrik qizcha va Heko004. Heko004. Shu meni akam bo'ladi. Ana qiz bo'lsa meni o'rtog'im. Yangi bugungi. Men tez video chiqarayotganim sababi bu anaqa montaji osonroq. YouTubedan qidirganman, chiqqan. Imam sketch ustiga bosasizlar. Tayyor, galeriyaga sketch bo'ldi. Kapkuchga kiramiz.
Kapkusda hamma montaj qilishni bilsa kerak. Buni yon seriya chiqayotgan sababi mana hali chekkalariga rang berishni hozircha YouTube'dan topamanmi. Agar topsam sразу qilaman. Bosamiz. Kir. Mana ozgina qulog'i ko'rinmayapti. Ben hozir uni ham ustiga bosamiz. Mana shu yerini o'chirib tashlaymiz. Mamutga kirib, sal nariyoqqa borsanglar, mana mashina ustiga bosamiz. Tayyor. Mana bu yer kiramiz. Anani oldini balandlashtiramiz, shuni o'chirib tashlaymiz. Men bunga kelib, buni Mamutga pastga qilsa ovozi bilinmaydi. Ko'rinmaydi, ovozini o'chirib qo'yamiz. Mana shu video tayyor. Obuna bo'lishni unutmanglar. Boshida aytish esimdan chiqibdi. Men qizni bolaman. Ovozim prosta shu gromkada gaplash, mana shunaqa telefonda gaplashsam, video olasam shunaqa bo'g'ilib chiqadi. Sababi telefonim uncha yaxshi ishlamaydi. Mayli, hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar. Fayl kerak bo'lsa menga kommentimga yozsanglar, men o'zim qayerdan olishni o'rgataman. Вообще oson. Google ham kirib o'tirmaysizlar. Tayyor YouTube o'zidan yuklaysizlar.